Ko'pchilik akalarimiz so'ragan 17 ot kuchli, benzinli, sataritli, original TX motobloklarimiz yetib kelgan. Hozirda sizlarga uni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Ma'lumotlarni boshlaylik akalar. Xo'p, motoblogimiz 17 ot kuchli, yoqilg'i to'ri benzin bo'lgan. Benzin baklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Motorlari 192 motorli statorli varianti bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yib ishlangan bo'ladi. Ballonlarining razmeri 612 katta Cherokee ballon bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarimta tortganlari zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Xohlaganlar uchun rol tomonlarida kalitlari ham mavjud. Kalitga yarimta bosganlari zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Filtrlari masliniy filtr bo'ladi. Masliniy filtr qanaqa ishlashini traktorchi akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Rollari zoom variantidan bo'ladi. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari bo'ladi. Old tomoniga bitta ahamiyat berib bersa, juda ham chiroyli qilib ishlangan led faralari mavjud. Xo'p, komplektiga 5 qatordan 10 qator freza, ichida kuluch dokumentlari, orqasida tormozlari bilan qo'shilgan holatda sizlarga olib chiqib beramiz. Agarda kim xuddi shunday 17 ot kuchli, benzinli, satelitli, original TX motoblogini xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.